Amirxon Alixo'jayev. Bu jang mag'lubiyati to'g'rirog'i ko'pchilikni muhokamalarga sababchi bo'ldi. Tanqidlar, negativlar, qandoq tegdi, qandoq qilib qoldi, boshi ketib qolmadi. Ulardan keyin boshi ketib qolish kerak, qanaqasi hushdan ketib qoldi. Hop, ular tekkandan keyin qandoq ma'no peshana inson yorilib qo'noq ketishi mumkin sirazi. Yo'q, udarni shamol tegganmikan, udarni shamol shunaqa darajada yorib olganmikan. Misol Amirxon Alixo'jayevni yonina olib ham buni oqlamoqchi emasman, balki agar shu qilgan bo'lsa, o'zi shu qilgan. Lekin bu muhokama qilishga arziydigan narsa emas-da bu. Oktagonga chiqqan, ringga chiqqan odam o'zi biladi. Qanaqa udar tekkan, o'zini miyasida o'zi o'tkazibdi. Qanday bo'lganligi o'zi ham shokda. Qanaqa bo'ldi bu vaziyat? O'zi ham bilmay qoldi. Lekin tanqidlar o'zi bunda qilinglar, bo'ldi ham gapirdinglar, yetar endi.